mani yuzim oldin bu darajada bo'lmagan. Faqat ikki chetimda ugrilar borardi. Bitta tanishim orqali Herbalife kompaniyaga borgandim. Kokteyl, kofelarni ichib shu darajaga keldi. Bemor yuziga jam unaqa ko'p ugri chiqmagan. Chekkalariga bitta-ikkita chiqib turgan hayz paytida ayol kishi hali turmushga chiqmagan. Bitta tanish kelib turib, "Men bitta firmada ishlayman. Firmaning oti Herbalife. Shuni mahsulotini ichsang yuzingdagi ugrilar ham ketadi, hammasi zo'r bo'ladi" deb tavsiya bergan. Hali qizi Herbalife kompaniyasiga olib borgan. Demak, uni a'zo qilgan. Unga demak o'zini mahsulotlarini o'tkazishgan, unga tushuntirishgan hammasini qanaqa qilib ichish kerakligini. Bemor ichishni boshlagan. Bemorda bir necha kundan keyin yuzi shunaqangi yomon bo'lib, shunaqangi ugrilar chiqib, shunaqa yuzi yomon bo'lib ketgan. Hozirgi kunda bu bemor juda ham baxtiyor, yuzlari top-toza, oppoq. Men nima demoqchimanki, har bitta mahsulot hamma kasallikka ham davo bo'lmaydi. Misol Herbalife kompaniyasini men где-то bir 25 yildan beri bilaman. Men o'zim ukamam bir sabab bo'lib bir ozgina shularni produksiyasidan ichgan. Men nima demoqchiman, bu firmani yomonlash yoki bo'lmasam bu negativ qilish emas. Bu cho'rni PR emas. Oddiy bitta o'sha Herbalife oladigan bo'lsak, hamma kasalga davo degani emas bu. Qaysidirlariga yordam berishi mumkin. Не спорю. Ozdirishga bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, kimgadir yordam berayotgan bo'lishi mumkin, lekin pogolovni hammaga emas.